Hazır zinamiz bitgan ko'rinishi. Mana bu tarafdan ko'rinishi. Bu tomondan ko'rinishi. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun qiladigan lessensamizda bo'ladigan ish jarayonlari, razmerlari hammasini ko'rsatib boramiz. Mana ishni boshlab oldik, xudo xolasa. O'z zina poyamizga berilgan joy 320 balandligi, 380 bu stenani bu boshidan u tarafiga 380. O'rta oraliq masofa 2 metr. Biz qilinayotgan zinamiz u fasonni zigzag deb qilamiz. O'rtalar bu zinani bu tarafi 30 dan boshlanadi. 35 gacha. O'zingiz xohishingizga yana boshlayotgan obyektlaringizda joy masalasi, joyda qancha nechga bor uni o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar. 30 dan 35 ga. 25 qilsangiz ham bo'ladi, u faqat yurishga noqulay bo'ladi. Balandligimiz bunda biz 16 qildik mana. Hech qanday sekret yo'q. Kim qancha hunar o'rgansa, kim qilgan hunarni o'rgatish kerak. Bu zinamizni ish jarayonini sizlarga ko'rsatib boraman. Mana sazotlar. Mana 16 ga, mana bunaqasiga vertikal. Vertikal holat mana 30 ga 16. Biz zina qiladigan joyimizga qarab chiqarib olamiz. Yana sizlarga ko'rsatib boramiz ish jarayonini. Chizmamiz bo'lganimizdan keyin birinchi bo'lib planshetamizni tayyorlab olamiz. Planshetkamizni biz ustidagi beton qilganimizdan tagiga qarab, zinani kelishiga qarab santimetr olamiz. Men 18 santimetr oldim, tagiga chizib olib lazer bilan belgilab yoki uning bilan qo'lingizdan kelgancha belgilab olib 18 santimetr pastga to'g'ri olasiz. Undan keyin chiqib keladigan tomondan boshlab tayyorlaymiz. Chiqadigan chiqib keladigan tomondan tayyorlaganimizdan keyin planshetga chiqib, planshetdan yuqoriga chiqadigan tomondan tayyorlaymiz. Planshetkamizni tayyorlaganimizdan keyin sizlarga aytganday, mana bosh tarafdan birinchi tarafimizdan planshetga qarab tuzib oldik tagini aplikasini. Undan keyin planshetdan yuqoriga ikkinchi tomonga qarab aplikasini tuzib oldik. Aplikamiz endi tayyor holatda. Bu tag tomoni ham 30 ga 14 oldim. Ya'ni kimga qanaqa 10 olish mumkin yoki 12 santimetr, kimda 15 santimetr qiladi. Buni endi biz armatura to'qiymiz. Armatura jarayonini ham tushirib sizlarga tushuntirib o'taman. Qayerdan nima bo'ladi, qayerdan armatura qaysi tomonga ketadi. Bu planshetkamiz qaysi tomondan mahkamlanadi, hammasini ko'rsatib o'taman. Bu endi hozir biz bu sharoitda qo'limizdan kelgancha dispdan ishlatdik. Obishni dispdan ishlatdik. Materialga pul tejash maqsadida aplikani oddiy dispdan qildik. Buni beton quyayotganda ham sekin shoshmasdan quyiladi. Buni ustidan yana salfan to'shaymiz, unga ko'rsatib o'tamiz. Bu salfan to'shagandan keyin sekin salfan to'shagan tarafda ham bu ibishni hisobga sekin yuqori tarafdan beton quyib, bu beton quyish jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Aplikamiz bo'lganimizdan keyin armatura jarayon qiladi. Armatura qilganimiz 15 ga 15. Bu stenani chetlarini ham bu chizilgan chiziqqa moslab birish qo'yib chiqdik. Beton kirib yaxshi ushlash uchun. Armatura jarayoni bo'ladi. 14 armaturadan ishlatildi 7 dona 1 metr. Zinamiz 1 metr. 1 metrga 7 dona armatura 15 santimetrdan qilindi. Bu yerga balka qo'shdik. Balkamiz 16 armaturadan 6 dona. Razmeri ko'rsataman. 12 ga 15. Mana 15. 15 to'plashgan ham polni chetini stenasini qo'yib chiqdim. Yarim shtob beton quyilganda chetirib yaxshi ushlash uchun. Xo'sh, endi bu armatura jarayon tugadi. Endi bizda qolyapti faqat chetiga bo'rt qotirib tarafga. Keyin bu chiziqqa yog'och qotirib, stupengani usti tomondan qotirib chiqib oldi. Buni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Qanday qilinganini. Mana. Yuqoridan ko'rinishi. Xo'sh, mana o'rtalar armatura jarayonini tugatdik. Undan so'ra stupengani qoqib chiqdik. Sizlarga qarab ko'rib hayron qolmang. Bu zina quyishda qanday joyni sizlarga ishlatish kerak emas. Mumkin emas. Chunki